Bu videoni ko'rib hech kim xafa bo'lmasin. Bitta gapni aytmoqchiman. Bizning odamlarimiz yo atayin, yo o'zlari bilmagan holda nimani so'rayaptilar, nimani xohlaydilar bilmaydilar. Ya'ni kvartira olish, ayniqsa kvartira olishda yaxshilab maslahat qilmaydilar, yaxshilab o'ylamaydilar yoki boyagi o'zlarining sharoitlarini yaxshilab hisobga olmaydilar. Men nima demoqchiman? Agentlikka kelib kvartira so'raganda yaxshilab surishtirsak, uydagi sharoitlarni, bolalarni, qayerda ishlaydilar, nima ish qiladilar, shularni surishtirsak, ularga umuman boshqa kvartira, boshqa turdagi kvartira to'g'ri keladi. Va o'shani hisobga olgan holda agar siz to'g'ri zaявка bersangiz, agentlikka kelib, realtor bolalarga to'g'ri ma'lumot bersangiz, o'sha ma'lumotga qarab sizga to'g'ri narsani topib beradi. Yaxshi, halol ishlaydigan realtorlar Samarqand shahrimizda juda ko'p. Lekin ko'pchilik realtorlarni moshennik, o'rtakash, har xil gaplar bilan bekorchilar deb aytishadi. Realtorlar juda ko'p mehnat qilishadi. Ya'ni befoyda mehnatlari ko'chada ko'p ketadi. Shunga iloji boricha realtorlarga to'g'ri ma'lumot beringlar, ular sizga to'g'ri yordam bera oladi.